O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichga va O'zbekiston Respublikasi Transport prokuraturasiga O'zbekiston temir yo'llariga qarashli Buxoro MTU huzuridagi Binokor bekati ishchilari nomidan video murojaat yo'llamoqdamiz. Bizning murojaatimiz mazmuni shundan iboratki, bizning Binokor bekatimizda bo'lib chiqayotgan nohaqgarchilik, ishchilarga nisbatan nohaqlik va ishchilarni xohish istagiga qarshi chiqayotgan smena masalasi, ya'ni smenani qisqartirish va sakrasheniya masalasi. Kambag'allikka qarshi kurashish strategiyasi bo'yicha MTU rahbari Bozorov Alisher Shamilovich 5 smenadan 4 smenalikka o'tkardi. 2025-yil 15-may va 175-buyrug'iga asosan. Ammo kambag'allikka qarshi kurashmayapti, balki kambag'allar sonini orttirishga sababchi bo'lyapti. Buni nima misolida ko'rishimiz mumkin? Kamida bir smenani qisqartirib 50 ga yaqin ishchini ishsiz qoldirmoqda. Bozorov Alisher Shamilovich chiqarayotgan buyrug'idan oldin har bir ishchini o'rniga o'zini qo'yishini va har bir ishchini oilasiga o'zini oilasini ko'z oldiga keltirishini so'rardim. Va mana bu Binokor bekatida bir oygina, ko'p emas, bir oy putes yoki sostavитель bo'lib ishlashga taklif qilmoqchimiz. Sababi bizni Binokor bekatimizda ekologiyasi juda ham buzilgan. Bu yerda ishlashni o'zi juda qiyin. Birinchisidan bosh og'ritadi, ko'ngil aynitadi, holsiz lanch qiladi. Shuni hisobiga Binokor bekati tashkil etilgandan buyon 5 smenada ishlab keladi. Ammo buni inobatga olmagan rahbarlar ular Buxoro viloyatida yashashadi. Biz Binokor, Navoiy viloyat Binokor stansiyasida ishlaymiz. Ular boshqa viloyatda o'tirib bizga nisbatan qaror chiqarishga hech kimning haqqi yo'q. Bu nohaqlik bo'lyapti. Shuni hisobiga biz ishchilar norozi biza. Avvalambor so'ramoqchiman O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovichdan va Transport prokuraturasidan bizni Binokor bekatimizda ishchilarga bo'layotgan nohaqlikni oldini olishi va huquqiy amaliy yordam berishlarini so'ramoqchimiz. Bu murojaatimizdan keyin bizni ishchilarimizga ish paytida yoki boshqa payt bosim bo'lishni boshlaydi rahbar tomonidan, albatta. Bu uchun Mehnat vazirligi va Respublika kasaba uyushmasi bizni himoyasiga olishini so'ramoqchimiz. 2024-yil, 2023-yil davomida Buxoro MTUning ichki kamomati uchun biz ishchilarni majburlab o'z hisobimizdan BS, ya'ni haq to'lamaydigan ta'tilga chiqarish uchun majburlab yozdira olishdi. Biz bunga e'tiroz bildirganimizga bizga rahbar tomonidan bosim bo'ldi. Shaxsan men o'zim bosim ostida 2 marta o'z hisobimdan haq to'lamaydigan arizani yozganman. Men unga qarshi edim. Men ham qaramog'imda 3 nafar farzandim bor. Men ham oila boquvchiman, lekin shunga qarshi qilib mendan yozdira oldi. Men qatorda boshqa 100 dan ziyod ishchilardan BS, ya'ni o'z xohishiga qarshi arizani majburlab bosim bilan boshlig'imiz Shonazarov Sherik Baratovich yozdira olgan. Bu narsaga biz ko'z yumdik. Ya'ni MTUni kamomati bor ekan, yaxshi bo'lib ketar, bir yil ichida berardik deb. Ammo bu oradan 1 yil o'tsa ham bizga endi boshqacha bosimga o'tishdi. Ya'ni smenamizni qisqartirib 50 ga yaqin ishchiga sakrasheniya berishmoqchi. Hozir bizlarga boshqa stansiyalardan, ya'ni uzoq cho'l joylardan, cho'l hududlaridan, boshqa viloyatlardan ish taklif qilishadi. Biz agar rad etsak, o'zidan bu, ya'ni sen o'zing rad etding, boshqa ishga o'tishni xohlamading, demak mehnat shartnomamiz tugatiladi degan xulosaga kelishadi. Biz bunga albatta norozi biza.